Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Biraz kechikib qoldim sabab hammanglar topshiriqni kechikib yo'lladinglar. Yani akşam saat 10-11 qildim. Shu kechidan yo'llabsizlar asosan ko'pinchanglar. Lekin shu topshiriqlarni yo'llab cho'g'izib bo'lolmay biraz kechikib qolgan bo'ldim. Asasen köp sonliq o'quvchilar topshiriqlarini, ya'ni tafsir darsiga oid hisobda topshiriq emas, endi bizning darsimiz hisobda yo'llagan bo'ldi. Men shu bir-birlab inshaalloh yechib ko'rib o'tamiz inshaalloh. Birinchisi Ayşe İslami savatdoshimiz topshiriqni yezib yo'llabdi. Ayşe İslami savatdoshimizga tava bo'lgan sürenin ismini yazmabdı mesela. Bu bir kemçillik. Oldi bilan bu bir süre hakkındaki izdeniş, süre hakkındaki tefsir derslik olğaçqa her topshiriqninki yoki her dersninki beshiga men palani süre deyish kerak. Ama qaragan vaqtimizdan da sözlükler qaraganda biz bilimizde tabii endi Suratul Fajr o'xshaydi. Bu bir kemçillik surenin ismini yazmasligi. Ondan keyin jadvalning tuzilishi to'g'ri. Jadvalning tuzilishida birinchidan sura 89-sura sözlükler suradagi oyatlarga qarata izlangan. Masalan Al-Fajr, Ash-Shafaq, الوتر مثلا يسر قسم حجر جابوا الصخر طغوا صب الصوت مرصاد أكرمني مثلا قدر أهانني مثلا ولا تحاضون التراث قطرلıq sözlerden təxminən bir 21 yaxın sözünü toplagan. El-Fecr deyilse mesela في آخر الليل كالشفق في أوله degan şekilde izahlagan. Mence Uygurçasını düşkende dep oylayman. Maqsadım misal savatdoshlar kallandı iniq olsun. Sürünün sözlerini başta kamuslardan tepiş arqılıq kallanlarda bir nima turg'izishga kerak, bir change turg'izsin. Çünkü biz başlaymiz bu sürünün tefsirini. Tunca qilib süredeki sözlüklerden başlayapmiz. Ondan keyin bunu asasen savatdoshimiz Muxtar Sihah'tan tapqan. Mesela El-Fecr degan sözünü 1. mujallat 234. bet. Eş-Şef'a bunu Dıddıl Vütr deb izlegan 1. mujallat 177. bet. Bu şekilde izlep tapqan, maşallah yaxshi, ama sizlar burunroq yo'llamagan bo'lg'achqa men o'zim aşı betlergacha qarab, aşı betlergacha berib, şu söz zadı şu yerda bormi? Sizlar ekegen şu change mesela savatdoshimiz as-sahr deganga al-hijara al-izam deb izoha turibdi. Al-hijara al-izam degan sahrninki şu ma'nosi 1. mujallat 172. betda zadı bormi, yo'qmi? Men buni tekshirishim kerak. Shu vaqtda lekin buningga nima qo'yib ma'lum esanlik bo'lsin. Bizning bu dersimiz 6 ay etrafında devam qilib durduq. 28 tur bo'yicha devam qilib durduq. Men har bir turga taxminan bir 2 yarimdan nima o'qib ma'lum. Masalan, mushunga bir nima o'qishdi. Eng oxirida dars tugagan vaqtda andikin har o'quvchininki ko'rsatgan tirishchanligi shu yerda chiqadi. Ya'ni qanchalik bir ish qildi, qanchalik qilmadi, qancha numar oldi, shu yerda chiqadi inshaalloh. Shuna agar imkoniyat bo'lib qolsa, haftaning oxirigacha balduroq yo'llab bo'lsanglar, men shu haftaning ichida tekshirib, masalalardan naqacha qanchalik bir ishlar bo'ldi, qanchalik xatoliklar bo'ldi, buni tekib bo'laman. Ama hozir fanniy jihatda güzel bo'libdi, güzel bo'libdi, maşallah. Ondan keyin ikkinchisi Amine İslami savatdoshimizniki Ağan suresi Sure Şems
Sürüşemiz. Sürüşemizden tapkan sözlük cemi 16. O 7 sözlük. Mesela es-sema celi mesela el-gışa. Ama müşahede bir neyse de koşukta geçtik bir nokta var. Sözlükler ayetinin üzdükidek elinsin. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. Sağda şimdi cellaha'daki cellahane celi de özgertip attı. Aynı şekilde cellaha'da elinsin. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَهَدَكِ يَغْشَهَنَ غِشَاء da attı. Bunu bence doğru elişemez. Ma'u doğru elişemez. Sürüde qanda olsa şunda eliş gerek. Yağşaha'daki yağşaha eliş gerek. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَيْنَا sevvaha deyine seva koyuptu oturda. Neme çıkıdı? Parak çıkıdı. Sürüde qanda sözlük qana kelgen bolsa öz betalimiz. فَأَلْهَمَهَا deki elhemaha tamam. Fa'nda şatqalık adam. Fucuraha takvaha dessaha taqvaha şunda ama ondan bulunduma qaysi kitapın elin qallıqqa hem iniq emas. Meyde bir fevqaladı bir eksiklik var, kemçilik var. Mabutulay hatalık mavcu. Qıyla bir yere çıkan kitapın ki nemisi yok, ismi yok. Kaç kitapını aldı? Kamusul muhittin aldı mı, lisanın Arap'tan aldı mı, ya ki mensizlegi belgilep bergen mesela Naqais Lugat yak Muhtar Sahah qatarlap belgilep bergen kitapının qaysdan aldı bu iniq emas. Sağdaşlar yani şu münasebetlerini sizlerge dep qo'yay. Eğer tapşırıqla yoki vazifalar müşbeti yolu danlamana ben her bir adamның ismi boyunca ratlab tertip etizip manga tamam yollap boldunlar ketdi dep oylap işkinisiga ötsüle tamam buluyordu ama ben numur qo'ymadim emasmi bunga numur axirgi nimaga ta'sir ko'rsatdi shunga ba'zi o'quvchilar agar kallanglarda qayta işlesem boğudak degan bir ehtiyojni tuysanglar mencha qayta işlegininglar yaxshi ama tamam işlemeymiz qayta aşı yo'llig'imizni hisoblasanglar tamam u qasi bo'laverdi men shu o'zim biradigan nomerini muvofiq shaklda biraman saboqdoshlar saboqdoshimiz Dilnurninki jami nechiz qay sura bundan aniq emas bu bir kamchilik shaq anina ألقى كدح كتاب أنثى يسر ثبر صلى سعير ظن حار شفق طبقا والشمس إذا الشمس كورت o'xshaydi. Saboqdashimizda kitob olgan sura, yani 84-sura debdi. Sözlük yani şu desem yani şu oyatning uzdikidek elinsin. Oyatning uzdikidek elinsin. Onu sizle parçalab asliga qaytarib berishning hech hojati yo'q. Faqat uzdikidek kelib, masharhay izohatda ondan keyin merdagidek izohat bersanglar bo'ladi. Mesela ben bunu parçalab qo'ygandan keyin men bir raqamda qarag'u sifatlan 84-sura degandan keyin o'qisam tashush orqali mu amma masalan Qur'onni olayman shu an İnşiqaq mesela. Ama İnşiqaq degan 84-surani men ko'rmay turib bu so'zlarning hech qaysisidan inşiqaq ekanligini tushunmadim. Chunki birinchi so'zda izas-sama unshaqqat shaqqatga munosib shaklda shaqqani kelgan bo'lishi mumkin saboqdashimiz. Mencha bu xatolik. Shu inshaqqat deb inshaqqat hatto muannas shaklda kelsa andaki şunun şerhisini birisler onu biz tushunadigan bir holatda. Masalan, anina debdi. Bu yerda anina deb so'z yo'q. Agar men xatolashmagan bo'lsam, mudda masalan, va idal ardu
muddat. Mudda. Tamam, bunun izohati keyinida berilgan. Ve alqat ma fiha ve dakhalat. Alqa. Mesela şu alqanın meselesinde hamza, lam, qaf, uhilla bedel el-batışın ma'an. Tefsirde şu sureninki tefsirine münasebetli hiç qanday ma'na ma'urunda qanday qilinmagan ifodalanmagan arkadaşlar. Sizden bunun ma'nosini tepkin degan gap lug'atda barning birini tepkin degan gap emas. Mush surada zodi so'z nimani ifodalaydi? Mayani tepishing kerak. Mesela ya eyyuhal insan inneke kadihun kadihun deb şartlikka o'zgartiribsizlar. Izdiga vaqtda tamam o'zgartinglar, ammo yozgan vaqtda kadihun kadih deb yozasizlar. İnneke kadihun ila rabbike kadahan famulaqi. Tamam, ikinci kadeh bo'lib qolsa tamam. El-amal ve-sa'i vel-kad vel-kasb mesela. Tamam. Ma güzel oldu. Bunu çıkarın birinci tom mançıncı bəddə bezibsizlər. Mən iniq 206 bədkən qarayma təxununğa. Kitab mesela. Fəmən utiya kitabahu. Birinci tom 206 bəddə mən qarayma o yerə. Ata yusr diddil asr. Şu yerdən çıxış gerek. Tamam, qalan fənni cəhətdə xatalık yox. Aş sözlüklərinki əslini ayətdikidək ekiliş yoki ayətdikidək emaslik cəhətdə biraz məsələ var. Ondan keyin zodi mush mənbədə bu bormi yo'qmi? Men buni ayrim tekshirayman. Yozib qo'ysanglar ismat. Men cho'qim shu betdan izlayman, shu betdan qanday qilish kerak, chiqish kerak. Sizlar yozgan betdan. Tamam. Allah razı olsun. Ondan keyin yeni bir dilni savoqlashimizdanki yeni bir dilni savoqlashimizdanki surasi 73. sura. Ya eyyuhel muzammil. Sura muzammil. Cami 27 tane söz topgan. Muzammil degan gap mutalaflif. İbn Manzur'dan. İbn Manzur'ning nechinchi bet bu yerga yozilmagan. Bu yerda bir masala bor. Shada. Ondan keyin rattala ahsana ta'lifahu Firuz Abadi 30. betda bu 30 Firuz Abadi Qamusul Muhitninki tom babınınki 10. tom, 10. tom deb kelish kerak. Savoqdishimiz qolgan jihatda güzel bo'lgan. Fanniy jihatda, ma'no jihatda biroz moslashmaslik bor masalan. Ondan keyin kitobning manbasini ko'rsatishda asosan xato. Ya'ni kitobni qanday izlayman masalan? Men bu so'zni bu yerda bormi, yo'qmi izlamoqchi bo'lsam qanday izlayman? Bu bir masala. Ondan keyin hammamdagi bir o'rta xatolikni bir savoqdashlar. Bir so'zning qomusdagi ma'nosini aka bilan qo'yaveribsizlar. Qomusdagi ma'nosini, qomusdan shu so'zning suridagi ma'nosini topsizlar. Qomusda ma'nosi ko'p bo'lgan so'zlarningki shu so'z shu oyat surida qanday ma'no ifodaladi? Va sizlar bir oldi-keyniga qarab boqib, ondan keyin qomusdan shunga mos bir shakldagi ma'noni qilasizlar. Hammangdagi o'rtaq xatolik ma'lum. Birisingdagi ikkinchidagi emas, hammangdagi o'rtaq bir xatolik. Tamam. Yana o'tili. Ondan keyin avani savoqdishimiz Surajinninki baş tarafı naydı güzel olğanı savoqdishimiz ma taraflariga bak güzel ahamiyat bergan. Shu bak muhim nuqtalar. Savoqdishimizga bir rahmat bergan tarafi darsimizningki asosan ismi bu. O'zga tavog'an suraning ismi bu. Ondan keyin
Şu birinci talep ise birinci metlep ise de qiraat salimani sura ve bayan el-mufradat el-gamiza fiha. Muşta bir ekep boğalıqı ve güzellik, ma tertipnin bir ifadesi, estağfirullah bir ifadesi. Bu tür güzel maşallah. Ondan fenni cihette yani 19 sözlük deyip çıkan sürecinden bence biraz az. Sürecinden 40 yakın sözlük çıkış gerek tahminen. جد شطط يعوضون رهقا لمسنا السماء شهبا رصد شهابا مثلا رصد قدادة بخس رح القاسطون غدقا yani ayetine sürüde kanda olsa şu şekilde yazılgan. Bu mu hata emas, bu mu to'g'ri? Men bu ayet mislini talab qilganim shu. يعوذون يستعيذون به يستجيرون إليه طغيانا شعل نصر الكواكب رقبه ما izahatına kiliştimi yaxşı yani mesele yok. Andaki menbelerine kiliştimi kamusul muhtar sıhha kamusul muhit mesela kamusul muhit müşahede biraz bir gelişen kılık var. Mesela kamusul muhitin ekepti. Mesela ben siz gayegi qaranlar. Yani sizdim mani qana düşünmemdi. 677'de 3739 mesela qana düşünmem. Nereden izleyemem onu? Bu düşüneksiz. Mesela Muhtar-ı Sihhat'ta mani men birinci tom 54. bed dep düşünmem. Kamusul muhitning mani qana düşünmem. Muhtar mani birinci tom 30. bed dep qarayman şu yerden izleyemem. Tepilsa tamam to'g'ri, tepilmay qolib qolsa xatolik qiladi. Ama Maqayis nomani 3. tom 222 bed deb qarayman. Tamam, o'sha yerni izlayman, ama Qamusul muhitda 670 kendiki 37-39 shu 739 bu nimanda olsa. Andaki nettinci tom mesela tilgalan bo'lgan. Qag'aya go'zal bo'lgan, ha? Qag'aya yaxshi bo'lgan. Tamam, doğrusu ütülü. Ondan keyin ilmunur savoqdishimiz 3 bet yo'llabdi, ayrim açay. Bu şekilde. Sekseninci sure. Yani sure Abese. Aldığın kabetin açığa okşayma kayıt açay. Beşi yok tek görüntü. 3 bet yollabdı. 3 liste 5 yok. Neyse. Bana göre bakılıyor da olsa. 16'nın 5'i yok. Mekreme, Kerim Tayyip, Feruz Abadi, Kamus Muhit. Müşahede baş mesele yine okşaş. Sağdaşımız demin oyunda qanda Kamus Muhit'in taptı. Bet. Tom yok yani. Mancıncı tom, mancıncı bet yok. Eğer unda emas bir tomluqlan mesela bir tomluqlan bo'lib qolsa, o vaqtda astiga ancha-muncha falon nashrligi de deyish kerak. Men shuni izlab topib, shuni izlashim kerak. Qoyaning normal. Mutahhara, muntazah min al-adnas. Aydi dhahabat yaduhu mesela. Safara, kitaba jam'u safir. Bil-malaikati yuhsun al-a'mal, tamam. Kiram. Barara, al-khayr, ittisaf, al-ihsan. Nutfe, qadar, sabil, tariq, yasr. Tamam, qolgan sen fenni jihatda men talab qilganda qilsizlar. Qolgan mazmun jihatda men tekrar yana ko'zdan kechirmayman. Bizni bir-birlab inchiklayman inshaalloh.
Sürüdeki məzmunğa tuluq uyğun keliş kerak. Tekrar deyiz. Bir söz, bir sürüde qanday bir şekil, qanday bir ma'noda qo'llanilgan bo'lsa, sizlar qomusdan topgan so'z shu so'zningki shu sürüde qo'llanilgan ma'nosi bo'lishi kerak. Bu nuqta nihoyat muhim savoqdoshlar. Bu nuqta bek muhim. Undan keyin ochili Mehribon. Mehribonmi ikkini yo'llabdi ekan. Avval birini açay. Süre Mursalat. 77. süre. Süre Mursalat. 2 betken hazır bir betini açtım. Mekki kefede. تعصف الريح نشر الساحة فرق الملائكة muhtar saha. Mehribanlığıma en çok ötküzgen hatalığı şu. Yani dep koyuptu kamusun ismini men edin tapma. Hiç qanday bet yoki tom sani yok. Bir tal so'zningmi bet sani yok. Aholini qaraganda ikkinchi betmi shu. Yani adati normalda butunlay agar imtihon bo'lib qolsa, bu imtihon emas, bu dars-ku bu. İmtihan bo'lib qolsa, butunlay hisob emas ma'nachu. Qog'aya naydi go'zalliq hamma jihatda. Ammo mishada butunlay nomer berilmaydi. Maraja manba nuqtasidir. Maqayisliga masalan, uning bet sani bo'lishi kerak. Tamam. Ketaylik. Undan keyin kim keldik? Salman saboqdoshimiz. Salman saboqdoshimizningki sürünün ismi yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tal sözlük. Ondan keyin mao qanda mazmun maqsad qilindi buni tushunmadim. Muxtar Sihhatın 469 3772 degan tam nimani ifodalaydi. Bet ve tonning numeri bo'lishi kerakdi asli. Tamam. Qolgan mazmunlarni masalan, uni ayrim tekshirayman demasmi? Bu yerda masala yo'q. Lekin nimaning sizilishi, jadvalning sizilishi bizda dastlabda ko'rsatilgan talabga biroz uyg'un emas. Yani chunki bu yerda so'zning numeri soni bo'lishi kerak. Üstüde biraz izahatlı oluş gerek deb bir narsalarni degan ismda mushtariyatlarga biraz uygun kelmaylik. Yani biraz astoydilroq bo'lish kerak ma topshiriqlarda shu. Undan keyin ma manbalar aniq emas. Saboqdoshimizniki. Undan keyin kelsak, Sanavar xonim metnin tuzilişi mi? Güzel tuzlukluk. Süre 96. süre. Süre alaq. Cemi 9 tane sözlük çıkan. Mesela alaq deyilse dem عم أو الشديد الحمر الغليظ الجامد قاموس المحيط 1133 bet. Tamam. Eğer bir tomluq kitap bo'lib qolsa, mumkin bu saboqdoshlarimizning ümidim mush astaga, mush yerga kitobning bayonoti berilsa, naqqa. Masalan, palani kitap, masalan, Qamusul Muhit desak, palani tahqiq qilgan, Foucault'ni basmada basilgan, manchinchi basma degan bir izohatni mishaga bir versa, mishaga betlan bahs bo'ladi u vaqtda. Mishaga betlan bahs bo'ladi. Mening qashimdagi Qamusul Muhit, tom Qamusul Muhit o'qachqa, manchinchi tom deb yozilishni men tavsiya qilaman. Ammo sizlar oldingizda kitob bo'lsa endi, bir kitob bor, tom, bir tomdan shundan ko'rgan bo'lsanglar, mana astiga sızılgan ma o'ringa nima berishinglar kerak? Bir izohat berishinglar kerak. Kitob haqida ma'lumot, kitob haqida uchur berishinglar kerak.
Şu yerga qarab turib, andan keyin men betni izleymen, şondan tapman da. Qalan jihatda güzel. Andan keyin boshqa saboqdoshlarimizdan bir ümidim bor. Shu munosabat bilan. Nurg'ullarga qo'lda yozdinglar. Men Ulumul Qur'onning topshiriqini talxis, xuloslashni qo'lda yozishga buyurdim sizlarni. Ama mao tefsir dersini endi başladık biz inşallah. Bunu mümkün bolsa hem ondan bir kompütersi bolsun. Bugünkü gündə oxucularımız kompüterdən telefon qatmaya bir vaxtıdı. Telefonga bir 200 liralık telefon işletsek mi buluyordu çok mesela. Ama bir oxucusunun bir kompütersi buluş bugünkü gündə qadimki zamanda bir dal qalem bilan bir dal kitap oxuğanga oxşaş gap. Eğer oxucusu özünü haqiqiy oxucusu deb qaraydigan şop qalsa, telefondan bekrab kompüterdan birini hazırlash kerak. Oxucusunun o'qishi şu ishlarda bek kompüter bo'lishni taqozo qiladi. Qolgan jihatda men go'zal chiqarilgan miyara, qolgan mazmunni men ashbat bo'yicha izlab, andan keyin bunga baho qo'yman. Alloh razı olsun. Ondan keyin Zoliman to'xti. Saqlashimizning eng chong o'tkazgan xatoligi shu. Yani hech qanday nima yo'q. Bet yok. Ben nereden tapmaya o? Bu Cangaldaki kitap, Muhtar-ı Sihah, Lisan-ı Arap degan bir kip için midrab çıkıp boğulamaydigan kitap. Mayali tamam boğan. Mezmunlarımı tamam. Onu ayram kitapın külümen tehi doğru buldu mu, doğru olmadı mı? Betinin tüzülüşü mü tətür. Maya Mesela sözlükler kısmı mayaga kelish kerak. Yani Arapça olgandan keyin o'ng tarafdan boshlash kerak. Qanday sistemi tuzildi men tam anlamadim, ama imkon bo'lsa Wordda yoki boshqa saboqdoshlarga o'xshash pokiz bir qog'ozga güzel bir şekilde qalamda yozib rasm tortib qo'yasang eng aqallisi bu bo'ladi. Ondan keyin eng oxirida bir saboqdoshimdan qoldi. Reyhangul. Sağlışımızın okşaş xatolik. Birisi betning ta'tirligi var. Sözning numarasi yo'q. Oldidagi sağlışımız eshonusida qo'yib qopdi, qalamda bo'lsin. Ma'noda numarasi yo'q. Tamamen mazmunlarni men ayrim ko'raman. Yani ondan keyin yana o'xshash marjada bet tom soni yo'q. Hem saboqdoshlar men yeni tekrar dey. İmkaniyating olab, mushu birinchi vazifani qayta urulash imkoniyating olib qolsa, mencha qayta urulanglar. Yo'q, biz bir qitim yezib bo'lgandan keyin shu bo'yicha ketdi desang, tamam, men tamam deyman. Ama men har birisiga birdan nomer qo'ymaysanlar bo'lsin. Undan keyin sizlarga mushu munosabat bilan lug'at izlashni ko'rsatib qo'yay. Bular hozir qo'limizda hammalarning lug'ati yo'q. Bazılarımızdan kolumuzda var, bazılarımızdan kolumuzda telefon ya ki kompüter var, anlakin internet var. İnternette köp halette biz obdan paydalanıyoruz. Mesela ben sizlerge bir paydalanıp qo'ygan birini açay. Hazır belki ekranını ko'rdinglar deb o'ylayman. Ekrandakisi internetdagi en güzel nima Tor mektebisi bulup men pek paydalanma. Bunun içinde sizler Kamusul Muhittin yoki Lisan-ı Arab'dan yoki men degan qanday bir kitobni birida sizmoqchi bo'lsanglar, bahs fil maktabaga kirib Asmaul Kutubni tanlaysizlar. Asmaul Kutubni tanlaysizlar. Shu yerga shunday yozasizlar. Masalan, Lisan Al-Arab aslida chiqib bo'ladi bu. Intaqil ila al-kitab deb yozgandan keyin kitobning o'zi chiqadi. Diqqat qilsangiz kitobning butun ma'lumoti mishadi bor. Kitob muvofiq lil matbu. Ya'ni kitobning ma'lumotini bersanglar to'g'ri chiqadi. 15 parcha kitob, 3-qatimliq bosmasi
Darus Sadir nəşr qilgan. Bu şekilde kitapның bütün məlumatlarını kallağınızda saxlayasınız yoki yazgan betonning ostiga ancha-muncha birisizlar. Andan keyin kitapdan harf bo'yicha izlanglar bo'ldi. Uni biroz qiynalib qolasizlar. Bu şekilde yazsanglar bo'ladi. Masalan, sura alaqdagi alaqni yozmoqchi bo'lsanglar, alaq. İzdidanglar. Faqat lisan arab tillam qanaqa qilib topadi? Lisan arab tillam topadi. Masalan, birinchisi İçeri kirdingmi? Alaqqa munosabatlik bütün narsalar, mesela alaqa desa, aliqa bi qalbihi alaqatan bog'lanib qoldi. Al alaqa masalan. Shuna munosabatlik hamma narsa qanaqa qiladi chiqadi. Ondan keyin sizlar nadin qaysi surda, qaysi mazmundagi so'zni izlamoqchi bo'lsanglar, ta shu so'zning mazmuni chiqquncha izlaysizlar. Ana. Ma'nosi ko'p, so'zlarning ma'nosi ko'p. O'shagan so'zni akib bo'kida yozib qo'ysanglar bo'lmaydi. 3 harflik nuqtadan qanaqa qilasizlar? 3 harflik yıldızdan izlaysizlar. Taki sizlar izlagan narsa chiqquncha. Agar men hozir lisanul arabdan izladim. Lisanul arabdan qanaqa qilmay qolib qolsa, chiqmay qolib qolsa, masalan, har xil alaqning manda ma'nosi va sura alaqdagi alaqa tushunmamdi, qarab boqsizlar. Mana. Shunga qolib qolsa o'tib ketasizlar. Cho'qim iyaga bog'lanib olishning hojati yo'q. Agar bu yerdan farzand bittaqdir chiqma degan gapda lisan arabni qo'yib, nega bog'lanib, nega o'tsizlar? Qomus muhitga o'tsizlar. Yer chiqmay qolsa boshqa lug'atga o'tsizlar. Yer chiqmay qolsa boshqa lug'atga o'tsizlar. Ashtaqrab ta topqucha iznisizlar. Hozir qadar men 3 bet o'ryapman. 3 bet o'ryapman. Alaqninki shu sura alaqdagi alaqqa munosabatlik mazmuni taqa qanday qilmadi, chiqmadi. Bu haqda biroz sizdan ortiq bir narsa talab qilmaydi saboqdoshlar. Ortiq bir narsa talab qilmaydi. Ammo biroz izlanishni taqozo qildi. Masalan, misol chiqqay dedi. Qarammayaga. Qit'atu dam munaqid deydi. Qon parchasi deydim da, birikkan qatqan qon parchasi. Qur'oni Karimda keldi. Summa xalaqnan nutfata alaqatan. Tamam. Endi sizlar alaq degan sura alaqni mas'ul bo'lgan yoki tava bo'lgan saboqdoshlar, alaqni keyniga mushni yezib qo'ysanglar bo'ladi masalan. Undan boshqa alaqninki mayda dud aswad filma masalan. Dud aswad filma ma shakldagi ma'nolar bor. Agar oyatdan ba'zilari oyatning mo'jizalarini chiqarishga tirishayotgan ba'zi ulamolar bor. Mushu ma'nolarni akab turib oyatdan qanaqa qiladi? Bir ma'nolarni oladi. U lozim bo'lsa ma'no osonlar bo'ladi. Masalan, mushu ma'nolar ba'zilar mushu ma'noni asos qilib turib ilmiy mo'jizaning qatorini so'zlaydi. Tamam. Endi o'z bizga munosabatlik tarafga qaysi oldi? Misha oldi. Chunki oyat naq akab summa xalaqna nutfata alaqatan degan Qur'oni Karimdagi alaqning ma'nosi mana musha bilan bog'landi. Endi buni qanaqa qilasizlar desanglar, bu kitob qaysi kitob? Bu kitob Lisanul Arab. Mana ko'ryapsizlar. 10-tom 267-bet. Mana bu shaklda bir narsa izlab, bir narsa topsizlar saboqdoshlar. Bir narsa topsizlar. Menimcha hammalar ko'rdinglar saboqdoshlar. Hammalar ko'rdinglar masalan ko'rsatib qo'yib buni. Ya'ni bir so'z izlash uncha oson narsa emas. Men sizlarga so'zlik texnika degan gap, shu men diqqat qilsam hammalar shu bir haftaning yaqibak nima qilmay shu oxirida shu 1-2 soat vaqtini chiqardiganda bosh yozayotgan deb o'ylayman. Unda oson ish emas. Menimcha bir suridan ba'zilarning surasidan 10 ta so'z chiqadigan emas. Ba'zilarning surasidan 20 ta chiqishi mumkin. May oz chiqsin, jiq chiqsin. Umidin bayatdan qadar tirishinglar, avval ma'nosini ko'rishinglar kerak. Avval Qur'onga qarashinglar kerak. Surani bir echib o'qishinglar kerak. Mushu so'z qaysi ma'noda? Kalanglar shu nuqta kelsin. Shu ma'noni qomuslardan izlanglar, undan keyin qanaqa qilinglar yozinglar. Bu bizning birinchi darsimizning nimasi edi saboqdoshlar? Talab etdi. Tamam. Necha 10 saboqdosh yezibdi, Alloh rozi bo'lsin.
Qayt yazay degenler qayt yazsanglar boludu. Ya qayt yazmaydım. Muşu yazsın bizce desanglar tamam, onu boludu. Çoğun mesele yok. Endi bugünkü derste asasen sizlerge tapşırılgan vazifemdi. Yani tefsir dersimizdenki ikinci dersi şu. Yani okuvchilar tekrar o'zininki vazifelerini bir eslab o'tsin. Saboqdoshlarimizning ismi va tava bo'lgan surasi shu. Qachon hamma besib nima qildinglar? Ondan keyin biz birinchi vazifada قراءة سليمة للسورة وبيان المفردات الغامضة في هذا غريب القرآن. Bu ulum Kur'an'dan bir türü muşu haqda to'xtalgandik. O'quvchimiz bunga nisbatan hali tirishchilik ko'rsatibdi, ammo talabga loyiq emas ko'p hollarda. Yani o'quvchimizning mencha ma'qul etilsa tekrar qayta qilishni talab qilaman, ammo tamam bo'ldi desa eslamaydi. Ikkinchi talab hamda saboqdoshlar tercüme lissura harfiyen ve edebiyen. Harfiyen ve edebiyen. Başka noktada dikkat kılınlar. Surene söz tercümesi kılış ve edebi tercüme kılış. Hemen üzerindeki teva olan surene iki xil tercüme kılışlar. Birisi söz tercüme, yani birisi edebi tercüme. Bunu qanday kılışlar desanglar, manda kılışlar. Mesela Sur Fatiha'nı tilga alay. Harfiyen tercümede ayet ve ayetinin kendine tercüme. Her ayetinin tercümesini bir kılısla. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdu sana Allah'a hastır. O Allah alemlerinin perverdigarıdır. O Allah, yani ona koşmuşsanlar şefkatlik ve mehribandır. Kıyamet gününün ilgisidir. Yani sana ibadet bu şekilde. Çoğum harfiyen bilen edebiyen okşamaslık gerek deydiğen nokta yok. Eğer okşaş çıkıp kalsa çıksa, edebiyende Arapçasını yazmayı bir vasıtalar alemlerinin bütün cemi hamdu sana alemlerinin Rabbi Allah'a hastır degan bir şekilde kılısılar. Bu üzerlerinin ki nemesi talantıga bağlaqışlar. Bunun da sizlerge bir yip uçudun birini birey. Bizde hazır Uygurçada tahminen 3'e yakın Kur'an tercümesi var. Muhammed Salih Damullarının birisi var. Ondan keyin bir grupun birisi, qilganın birisi var. Ondan keyin Türkiye'de kılıngandan birisi var. Ve başka resmi ortaga çıkmagan ama kılınıp tayaq qo'yilgan tercümelerden bir neçesi var. Taparsanlar. Bu bir ipuççu sizlerge nispeten. Muşlardan paydalanırsınlar. Buna kömesliğin ketmezler. Muşlardan paydalanırsınlar. Bu bir. İkincisi, bence köpüncanlarının ki ikinci bir tili var. Yani Türk tili var. Akıl ise hiç olmasa. Aranlarda İngiliz tili bildiğinler okup kalsa, başka til bildiğinler okup kalsanlar, Kur'an'ın başka tildeki tercümelerden birine için ekip kapıp oturup kana kalsanlar buludu, paydalansanlar buludu. Mesela Türkçe tercümesinden mi 2-3 xil tercüme var. Şu tercümelerini ekip koyup oturup, Uygur tercümelerini ekip koyup oturup, aynı Muhammed Salih'in tercümesini küçülüp ekip versanlar tamam, ben bir nes demeyim. Ama bir tırışıp baksanlar, bu texmi güzel buludu saboqdoshlar. Mencha maqsadini tushundinglar? Yani üzerindeki tava ayetinin tercümesini yuqori degandek yezib, yani hafta oxirigacha menga yo'llab qo'yinglar. Bo'z yakshanbaga qistimay, juma shanba yo'llasanglar, men biraz oldin ala ko'rib, onunga bir ko'nglimda hech bo'lmasa mulohiza hozirlab qilish imkoniyatim bo'ladi. Unda bo'lsa, saboqdoshlar İni qop kessin, ma haftalık ders şu. Hemen o tavagan suratni harfiyen ve edebiyen tercüme qilib kelesizlar, saboqdoshlar. Şu tercüme degandan tercümeni qaysiga tercüme qilasizlar? Uyg'ur tiliga. Uyg'ur tili tercüme qilasizlar. İki xil tercüme qilasizlar. Birisi harfiyen, yana birisi edebiyen. Mencha tushunishib bo'ldi saboqdoshlar. Daha başka düşünmegen suallar sorsanlar buludu. Ya topta sorsanlar buludu. Dersten düşüle saboqdoshlar. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.